O'zbekiston baxtiyor yoshlar mamlakati desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aholimizning qariyb 64%ni yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. So'nggi yillarda yosh yigit-qizlarga yaratilayotgan e'tibor, keng ko'lamdagi imkoniyatlar va shart-sharoitlar, ularga ko'rsatilayotgan alohida g'amxo'rlik nafaqat yurtdoshlarimiz, balki dunyo hamjamiyatining ham e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Bugungi yoshlar yangi O'zbekistonning kelajagi, taraqqiyot va yuksalishning asosiy kuchi. Ular ilm-fan, texnologiya, san'at va intellektual sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Har bir g'alaba, har bir yangi tashabbus ularning kuchli irodasi va qat'iyatining natijasidir. Samarqand shahar 1-maktabida ham bugun zakovat intellektual o'yini final bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ikki kuchli jamoa Humo va Zukkolar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish uchun maydonga chiqdi. Bu o'yin shunchaki o'yin emas, bu tafakkur jangi, aql charxi, g'alaba sari ishonchli qadam. Har bir savol ularga nafaqat natijalar, balki yangi bilimlar ham taqdim etadi. Bugun ko'rsatuvimizni boshqacha rakursda tasvirga olmoqchimiz, sababi bugun biz qaysidir ma'noda kelajakka sayohat qilamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aynan kelajakka. Chunki mana shunday yoshlar O'zbekistonning kelajagidir. Chunki ular bugun bilim bilan qurollangan zukko tafakkuri bilan taraqqiyotimizga hissa qo'shayotgan yoshlardir. Bu sahnada bugun shunchaki zakovat o'yini emas, balki intellekt va tafakkur musobaqasi bo'lib o'tadi. Xo'sh, eng hayajonli final bosqichi o'yinini tomosha qilishga tayyormisiz? Unda biz boshladik. Shuningdek, bu maktabda ijodkor va izlanuvchan yoshlar juda ko'p. Ular orasida bilimdon o'quvchilar tanlovi g'olibi ham aynan shu maktabda tahsil oladi. Bu esa maktabda yosh avlodni bilimli va izlanuvchan etib tarbiyalashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasi ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Aytish kerak, bu tanlov ijodkor va mantiqiy fikrlashi yuqori bo'lgan maktab o'quvchilarini aniqlash va taqdirlash, ularning bilimini yanada qo'llab-quvvatlash, o'qitishning innovatsion texnologiyalarini keng ommalashtirish, o'quvchilar orasida sog'lom raqobat va ijodkorlik muhitini yaratish, maktab o'quvchilarining ijodiy qiziqishi va qobiliyatini rag'batlantirishdan iboratdir. Ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilgan bilimdon o'quvchi tanlovida eng yuqori natijani qo'lga kiritdim. Men bundan qatnashganimdan juda ham xursandman. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilayotgan imkoniyatlardan tengqurlarim ham yaxshi natijalar qo'lga kiritishiga tilakdoshman. O'qish savodxonligi, aniq fan va tabiiy fanlardan savollar tushdi va savollar o'rtacha, unchalik ham qiyin emas edi. Ta'lim vazirligi tomonidan notebook menga topshirildi. Bundan juda ham xursandman. Bu yutuqlarim bilan ustozlarimning menga bergan bilimlarini qaysidir ma'noda oqladim deb o'ylayman. Bu berilgan notebook kelajakda menga IT sohasida mutaxassis bo'lishimga katta hissa qo'shadi. O'z ustimda ishlashda davom etaman va O'zbekiston kelajagiga o'z hissamni qo'shaman. Darhaqiqat bu yoshlarning har biri ilm orqali o'z hayotini, kelajagini, shu bilan birga butun mamlakat taraqqiyotini belgilaydi. Chunki yangi O'zbekistonni qurish aynan bilimli yoshlar qo'lida. Hozirgi paytda fan texnika rivojlanib ketyapti. Kundan kunga o'quvchilarimiz bir qadam oldinga qarab harakatlanyapti. Xususan, axborot texnologiya nuqtai nazaridan tibbiyot, matematika, har bir fan yo'nalishini o'zlariga maqsad qilgan holda har qanday to'garaklarga, fanga nisbatan o'quvchilarimizning qiziqishlari juda ham katta. Shu boisdan maktab va maktabgacha ta'lim vaziri bilimlar bellashuvi konkursida bizni o'quvchimiz vazirimizni mukofotlari, ya'ni kompyuterini qo'lga kiritishdi. Shu bilan birgalikda maktabimizda o'quvchilarimizni bilim salohiyatini oshirish maqsadida zakovat o'yinlarini tashkil qilamiz. Bu zakovat o'yinlarida tabiiy fanlar, aniq fanlar, kimyo, tarix va boshqa fanlardan savollar tuziladi va bu o'quvchilarni bilim salohiyatini oshirish bilan birgalikda yangi O'zbekistonni ravnaqiga, rivojiga hissa qo'shadigan yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Bizning maktabimizning o'quvchilari bilim olishga juda ham chanqoq. Salgina ularga turtki bersak, ular bizni bergan bilimlarimizni juda ham yaxshi olib ketyapti, qiziqyapti.
kundan kunga darslarimizda yangi qiziqarli savollar bilan kelib darsni sifatini ko'tarishga harakat qilyapmiz. Bizlarni bilgan bilimlarimiz asosida yanada jadal ishlasak, o'quvchilarimiz albatta yangi O'zbekistonni kelajagini barpo etishga hissa qo'shadi deb aytaman. Zakovat o'yini boshlanishi oldidan jamoalar o'zlarini tanishtirib o'tdilar. Ularning har biri kuchli strategiya va tafakkurga tayangan holda g'alaba sari intilishmoqda. Ta'kidlash kerak, bugungi g'oliblar faqat biror mukofotga ega bo'lish bilan cheklanmaydi. Ular bilim orqali kelajakka yo'l ochishadi. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan ta'limga katta e'tibor qaratilgan. Nafaqat ta'limga, kadrlar salohiyatiga ham juda katta e'tibor qaratmoqda. Biz bundan unumli foydalanib, yoshlarimizga yetarli bilimlarni beryapmiz. Men o'ylaymanki, mana shu yoshlarimiz olgan bilimlarni kundalik hayotida qo'llaydi degan umiddamiz. Bugungi kunda yoshlarimiz hammasi jahon miqyosida manaman degan o'quvchilar bilan bahslasha oladigan darajada bolalarimiz bilim olmoqda. Bunday zakovat o'yinlarida bizni maktabimiz yoshlari to'xtab qolmaydi. Keyingi qismlarda ham yoshlarimiz bugun erisha olmagan bo'lsa, ertangi kunida bundan-da ziyod zukkoliklarni namoyon etadi. Zakovat bu bilimning haqiqiy sinov maydoni. Bu o'yinda savollar turli fanlardan, shuningdek, mantiqiy fikrlashga asoslangan jumboqlardan ham iborat. Demak, ishtirokchilar faqat aniq bilim emas, balki tezkor tafakkur va aql idrokni ham ishga solishlari kerak bo'ladi. Bu tanlov iqtidorli yoshlarni kashf etish, ularning qobiliyatini yanada yuksaltirish, ijodkorlik va tafakkur kuchini rag'batlantirishga qaratilgan. Men bu o'yindan qatnashganimdan mamnunman. Final bosqichining ikkinchi faxrli o'rnini qo'lga kiritdik. Zakovat o'yini bizning maktabimizda har juma kunlari bo'lib o'tadi. Bu o'yinda bizning jamoa faol ishtirok etdi. Maktabimizdagi imkoniyatlar juda ham keng. Yoshlikda olgan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir degan naql bejizga aytilmagan. Yoshlikdan maktab paytimiz, bog'cha paytimizdan yaxshi ta'lim, tarbiya olsak, bu kelajakda O'zbekistonning rivojlanishi va o'zimiz uchun foydali. Intellektual bellashuvlar, zakovat maydonlari, bilim yutuqlari kelajakning asosidir. Bugun biz guvoh bo'ldikki, mamlakatimizning ertangi kuni ishonchli qo'llarda. Yoshlar bilim bilan o'z yo'lini topmoqda, yangilik yaratmoqda va yangi O'zbekistonni bunyod etishmoqda. Shiddat, qizg'in bahs-munozaralar bilan davom etgan o'yin adolatli yakun topdi. Har bir ishtirokchi o'z bilimini, mantiqiy fikrlash qobiliyatini va jamoaviy ishlash mahoratini namoyon etishdi. Bugungi natija nafaqat g'alaba yoki yutuq, balki yangi tajriba va bilim sari tashlangan muhim qadam bo'ldi. Men shu maktabning 9-va sinf o'quvchisiman. Bugungi kunda bizning maktabimizda zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Final jarayonida biz faxrli 2-o'rinni egalladik, lekin biz bundan hech ham xafa emasmiz. Albatta keyingi o'yinlarda biz 1-o'rinni olamiz degan umiddamiz. Kelajak yoshlarning qo'lida. Chet davlatlarda o'qib kelib, ingliz tili fanidan dars bermoqchiman. Buning uchun to'xtamay men kitoblar o'qib, qo'shimcha darslarga qatnashishim zarur. Bunda yoshlarimiz uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Qo'shimcha darslar, o'qishlardan tashqari har hafta juma kuni zakovat o'yini o'tkazilyapti. G'olib jamoa o'z bilim va intellektual mahorati evaziga munosib taqdirlandi. Ular maktab rahbariyati tomonidan pul mukofoti va sertifikatlar bilan rag'batlantirildi. Bu mukofot nafaqat ularning bugungi g'alabasini nishonlash, balki kelajakdagi yutuqlari uchun katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Bugungi o'yin juda ham qiziq o'tdi. Har hafta shunday o'yinlar o'tadi va men juda ham minnatdorman. Biz har juma kuni bizning maktabimizda zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tadi va bu kun final kuni edi. Bunday intellektual o'yinlar o'tkazilishi bu juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki biz 8 kishidan bir jamoa bo'lib qatnashdik. Bizga juda ham qiziq intellektual savollar tushdi.
Biz buni qiziqib yechdik. Bu har bir o'quvchining bilimini kuchaytirish uchun juda ham katta yordam beradi. Bugun biz 3 bosqichda o'tib yetib keldik finalga. Bu o'yinlar bizning O'zbekistonimizning kelajagi uchun juda ham katta yordam beradi. Chunki har bir bilimdon o'z bilimini bu yerda tekshirib ko'rishi mumkin. Kelajakda biz va boshqa guruhlardagi o'quvchilar ham O'zbekistonimizning kelajagi uchun juda katta ishlar qilamiz. Ta'kidlash kerak, bu g'alaba faqat bitta jamoaga tegishli emas. Bu yerga kelib qatnashgan har bir yosh bilim orttirgan, yangi tafakkur imkoniyatlarini kashf qilgan, intellektual kuchini sinovdan o'tkazgan g'olibdir. Shuningdek, kelajakka ishonch bilan qadam qo'yish uchun yoshlarimiz mana shunday maydonlarda charxlanib borishlari shart. Zero yangi O'zbekiston yoshlari bu kelajak me'morlaridir. G'olib bo'lish muhim, lekin bilimni oshirish undan ham muhimroqdir. Bugun hamma g'olib, chunki bugungi olingan bilimlar hech qachon yo'qotilmaydigan boylikdir. Yoshlar O'zbekiston kelajagi, chunki ular ertaga jamiyatga, umuman mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan shaxs bo'lib yetishiga ishonamiz. Shunday ekan, aziz yoshlar, ilm oling, yangiliklar yarating, o'z maqsadingiz yo'lida hech qachon to'xtamang. Zero kelajakni qurish mana shunday musobaqalardan boshlanadi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.